Всем привет, man qadrli любимчиklarim. Instagramda reels ko'rib o'tirsam, oyiga kosmetikangizga qancha pul ishlatasiz desa, $500, $1000 deyotganlar ko'rib tomim ketib qoldi. Davay o'zimni kosmetikalarimni hisoblab chiqaychi dedim. Yugurib hammomga kirib, bir yo'la makiyaj qilib hisoblashni boshladim. Oddiy Derma degan tonalka bor, matoviy, shuni ishlataman. 45 mingga olganman. Onajonimning tenlari bor, shu tenlarni ishlataman. Bilmayman nech pulga kelgan, bepul hisoblanadi bu. Nechidir yillardan beri ishlataman. Shuni korичневый rangini kontouring qilib qo'yaman. Keyin yaltiramay qo'ygan highlighterim bor, o'qish paytida olgan. Shu highlighterda rumyana qilib qo'yaman qizil rangini. Keyin yangi olgan bitta highlighterim bor, shu zo'r yaltiraydi. Shuni qo'yaman yaltirash uchun. Labimga bo'lsa 2 xil kontur qo'yaman, atrofiga to'qroq, ichiga bir ton ochroqni qo'yaman-da. Srazu qoshimni tarayman. Keyin 10 milli tush bor, bilasizlarmi? Ko'z rasmi bor. Shu tushdan ishlataman, chiroyli qilib ob'yom beradi. Qizlar bitta layfhak, ko'zlar ustiga qora tegib qolsa, shotkachada mamlaqa qilib artib tashlaylar. Uxatska qilib teninglar o'chirib yormanglar. Sochimni sirraz dazmol qilaman. 5 minutda makiyajim, 5 minutda pricheskam tayyor bo'ladi. Men ortiqcha kuttirib o'tiradigan va ko'p pul sarflaydigan odam emasman. Umumiy hisoblab ko'ringlarchi, taxminan qilib men makiyajimga nech pul ishlataman. Qaliya bo'ldi, go'zallashdimmi? Men qadrli любимчиklarim, sizlarni yaxshi ko'raman. Bay bay.